Assalomu alaykum hammaga. Bugun men Koreyada ombor texnikasi pravasini olish uchun keldim. Mana bu yerda qanday olinadi, qancha pul ketadi, bugun hammasini to'liq ko'rsataman. Ombor texnikasi pravasini olish uchun imtihon yo'q, faqat 12 soat o'qish kerak. Mana shu Hagvonda o'zida ichkarida nazariy bilim bo'ladi. Abitgacha, abitdan keyin aytda amaliy mashg'ulot. Ombor texnikasini haydab o'rganiladi. 2 kun o'qiladi. Har kuni 2 kunda ham har kun abitgacha nazariy, mana bu yoqda amaliyni bu yoqda o'tishadi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun 2-kun Hagvonga kelishimizga Chegacha Hagvon, Chegacha Lodo kecha aytgandek bugun amaliy mashg'ulotlar bo'lyapti. Mana buni haydab sekin ko'ramiz. Meniga alim boshlandi. Mana ombor texnikasi pravasini ham oldik. Bu faqat qog'oz ko'rinishida bo'lar ekan, chunki Koreyada ilchung potong unjon menojing, ya'ni pravangiz birinchi darajali prava bo'lmasa, ID kartaga o'xshash prava ola olmas ekansiz. O'shaning uchun meniki 2-darajali prava edi. O'shandan 1-darajaga o'zgartirib, keyin ID kartaga o'xshash prava olishim mumkin. Lekin mana shu bo'lsa ham ishlashim mumkin ekan. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Savollar bo'lsa kommentga yozib qo'ying.